Savolni qara. Eriz necha marta xiyonat qilgan, hozir ham qilib turami yo qaytgan? Menimcha bu erimda o'ynash bo'lsa kerak. Men orqali xiyonat qilyaptimi, yo'qmi bilib olmoqchi. O'zi aniqlamayotgan bo'lsa, endi ko'pchilik o'ynashlarda xotini xiyonatga kirmaydi, chunki xotini borda, u xotinda u. Xotin xiyonatga kirmaydi, lekin undan boshqa o'ynash qilsa, u xiyonatga kiradi. O'shalardan rashk qiladi, xotindan rashk qilmaydi. Xotini bir uydagi motoq deb o'ylaydimi, bilmayman. Xotin hisobga kirmaydi, boshqalar hisob qiladi. Aytmayman, kuyib bo'l, o'zing bilib ol kerak bo'lsa. Men bilganlarimni aytmayman senga. Intil izlan, o'zing bilib ol. Meni yerimga o'ynash bo'lgan bo'lsang, endi yerimni boshqa qizlardan qo'rish seni vazifang. Endi sen himoya qilasan yerimda, men tinchgina baxtli hayotda, baxtli, shodon kulib, o'ynab yashayman. Yerim ham seni bilib qolmasligim uchun ko'nglimga qaraydi. Men baxtliman, senga aytmayman.